Videoni oxirigacha ko'rsangiz, tekinga M416 Guruz keyinni olishingiz mumkin. Salom hammaga bolalar, sizlar bilan Atxamboy. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Bugungi videoda ko'rib turganingizdek, biz tekinga Guruz keyinni olishni o'rganamiz. Aytgancha bolalar, videoni o'tkazmasdan ko'rishni maslahat beraman, chunki videoni tushunmay qolishingiz mumkin. Video boshlamasdan oldin bolalar, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like ham bosib qo'yinglar. Sizlar bosgan bir ikkita knopka men uchun motivatsiya bo'ladi. Xo'p, endi videoga o'tamiz. Xo'p, bolalar, birinchi bo'lib Zarchiverni o'rnatib olishingiz kerak. Play Marketga kirib, Zarchiver desanglar chiqadi bolalar. Zarchiverni o'rnatgandan keyin men Telegram kanalimga kirib olasizlar. Telegram kanalim esa bolalar YouTube kanalining qo'shida bo'ladi. Telegram kanalimga kirgandan keyin bolalar men o'sha fayl tashlab qo'ygan bo'laman. Faylning ustiga bitta bosib zagoshga qo'yib olasizlar. Xo'p, qaranglar, hali mana zagoshga bo'lmadi. Sizlarda zagoshga bo'lgandan keyin faylni yana bitta bosasizlar ustiga. Sizlarga 4 ta narsa chiqarib beradi. Faqat Zarchiver deb yozib qo'ygan ustiga bitta bosasizlar. Va sizlarni avtomatik Zarchiverga olib o'tadi. Va bu yerdan pastdagini bitta bosamiz va o'rtadagini bosib turamizda mana pastdagini bosamiz. Va bu yerda yuqorida ikkita nuqtani bitta bosamiz. Va bu yerda ham yuqoridagini bitta bosamiz va bu yerdan Androidni topib olishimiz kerak. Bu yerdan OBB page ustiga bitta bosamiz, pastdagi yashilni bitta bosib va bu yerdan fayllarni qo'llamoqni bosib, almashtirmoqni bitta bosamiz va ozgina sabr qilamiz. Va bu yuklab bo'lgandan keyin bolalar bo'ldi. Bizning skin haqimiz o'rnatildi. To'g'ri pagega kirsak ham bo'laveradi. Agarda sizlarga dizayn xizmati kerak bo'lsa, o'ylab o'tirmasdan Nevdesinga murojaat qilaverasizlar. Arzon va ham ma'qul yasab beradi. Mana videomiz ham tugadi bolalar. Videosiga yoqdimi, kommentar yozib qoldiringlar. Videodagi faylni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim esa YouTube kanalim yuqorisida bo'ladi. O'tib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga omad.